mana sizlar saqlatgan ve Fars balamdan vlog geldi ya. Ma balam ma günü ettiğin 6'da qo'yib ketdi. 6'da biz üçün shunchaki bir et deganda bu. Bu balam chunki kundi kechda 11'da uxlaydi. Ertesi 10 yerim. Bek et degan bo'lib qoldi degan 9'da qo'patdi. Ma kun neymiş bo'ldi uxmayli qoldik bek et degan qo'pib ketdi. Voy can deb ko'zimizni yochamaymiz. O'tirimiz oldik yotganni yapdik. Biz uxlab ketdik. Uxladim uxlamadim uxmayman chiqib qopsam yanimda o'g'aq yetibdi bu. Shuni et degan soat 9'da qopdim deyman. Qopsam bu balam o'g'aq turdi yana. Voy balam to'xtabdi. Bu kech uxladim uxlamadan sen uxmayli qolindi buni uxlamaganni. Shu nom bilan mendam g'am satan bo'ldi. Hech balasini uxlamagan chatigi yo'q. Balamni mega yotqizib qo'yib, uy chiqsam uy olti qilaymi qana. Chunki bu bizning mehmon keladi. Shuni to'xtamay ripet uy tozala deb balamni yotqizib qo'ygan peti. Uyning birdan pechatli qilib etdim. Oqshom qochilar hammani yig'ib ketdi. Butun nimani yibdimi? Shunga uyimga mehmon kelishini yaxshi ko'rmay. Mehmon kelmayapmish qochilarmish uylar tozalmay tura qo'ydim deb o'ylab ketdim juma. Shun biga uy nashliq yo'q bo'l mehmon keldi uy tozalayman deb shu o'zim shiktal tuxum pishirib qo'yib o'tladim. Mana uyni pechatli zalp ol deganda pechat qilib etdim. Bir qachon kelib qoldi-da hozir. Mushu ye aytadiganqa men necha ming qo'yib narsalarni olgan juma zudon etib berdi, zudon tozalab berdi deb degan nada? Yana qo'llam etgan qilmayman qozadi. Bütün yana qo'llamni aytmayman juma. O'g'il bor deganim degan payza qo'lqo'pab chiqib ketadi. Mehmon keldi vasam, opamni uy tamoq yeb kelay bo'ldi. Uy tinchlik yo'q kelib, opasiga ketib bordim ha. Kishi tug'ilib qolgan bo'lsam deb ketma bezmishdan qarab septikadek vajraning. Shuni datisini yo'g'isi etib, balam bir qaraydi deb kirsam, texej o'ynaytma bolaman. Jig'isi yo'q ish qilib, bir tatliq qo'bi tatliq. Bittan beshig'isi yo'q qo'bi. Yetibdi, anamisi qarab o'zini aldab mana. Mush piqiragan narsa ajoyib omroq bu balam bish shundoq yig'latgan bo'lsa, bir xoltlan qo'limni kirgizib, mana piqatgan bo'lsam, shapil to'xtaydi. To'xta qachon batdi bu shig'imga qachonni joyda men qachon qishga keldim. Shu qizlar kechisi o'tirib to'rdim birini olam sizlar men kechisi to'rdim bekchiqdan salmaydigan. Aytsetgan qo'pqanda, og'a nimaning 20 yil to'ylik qilmay juma nemish kesh kechisi shunda og'a nasamda kunduzdan rayim yeb ketadi juma. Shunga kechisi birim olmayman deyman, yana kechisi uyqum kelmaganda qarab bilan evitib qolmay yana aytsetgan yana to'ylik qilmay sizlar men o'xshamsizlar sizlar ish qilib ben o'zimni bir g'alitlik qilma ba'zida jum. Nimundaq bir olmasamda bo'ldi-ku kunduzi o'tirib olsam bo'ldi-ku demdim yana kechisi cho'qim evitib qolmanda bir bilan. Shuningla qachpacham nishib bo'lib, men balamdan chiqib oldim. Qarsam yana o'sha jim yetibdi, ichimdagi og'rib ketdi. Rahmat bo'lib, opam chiqib olsin deb jim yetib yedigan bolam deb degan söylep buni. Ajoyib bir chidil yo'q bir bola jum bu suyimlik namzodi. Adamni paqis kelgan. Ma erim ma balam tek o'ltamsam o'tirga o'rindiqlarni yapibdi. Balam o'tirga tamag'ini uqmaysiz degan narsan deb bir tilab ketaymi buni. Lekin balam shunchalik yaxshi ko'rdi buni hamma. Shuning bilan yana mush o'maq balamni deb adamga kechisimish tab ustiga lamay kiyizma ostiga ostida ishdan kiyizmayman zakisni almashtirish bek o'ng'ay bo'lchi kechisimda kiyizmasam. Shunglashqa endi men kunduz bo'ldi. Hozir qarsam bir cho'miltib kelay balam biga uyga mehmon keldi sen bir pak qilib qo'ya balam deb cho'miltishga gapirmaydi buni kiyimini almashtiryapman. Ma bir ishga to'tal ma'lum bek deb ketibsizlar bolni qo'ng'ishdan kiygizmay bolni futoqay pak kiygizmaydi. Voy kiygizimiz. Nada ishpeng o'shash kiygizmagayda chiqib qapti ammo qo'ng'ishdan kiygizmayman ketsa kunduzi kiygizman. Rahmat. Kanal bilganingizga. Ondan yüzey nimişiltisi de qalab bencilim ben şu anda bir ben şu an bakan qo'ya, aş men şu an işiltme juma qizlar. Bek payzi ish qilib balam yuzimni chiqirib baygan qo'y bir qaytama zopini mastaga qarsanlar ba. Yüzük shunda ushaq narsa chiqsa qizil bo'pti bo'lsa, mush men şu an sukab qo'yma. Shapidilib to'xtaydi juma qizilliqlari. Mana topki islam yig'laydi. Chiqib to'ppiga ajoyib bir 3 juma bu balam qanda qilsam bo'ldiki. Betatliq bo'lib ketdi mana. Voyda vekshi yashib ketdi va kiyimli degan. Chiqib kichik bola degan yassig'is kelib turdi adam degan. Ha, nim degan tatliq bu allay degan. Chiqib mening o'tog'iz bo'lsam shunchaki yaxshi ko'ydi juma buni o'ynab bo'ldi bolam deb bilan og'rib ketdi deb ishtik ilib oldim bundan uzoq o'tog'izmadim bu degan shunchaki yaxshi ko'rib ketdi o'ydan vaq degan o'sha o'yinchiqqa kirishib ketdi bu o'ynab qilib sizlarning bolalar qandayki mening bolam shunday kulayotgan bo'lsa telefonni shunday chiroyga keldim shappa kulishdan to'xtaydi gaqilishdan to'xtaydi shuningga buni ishbet atqanda yondan tatimiz gaqil qayerdan tatay desak bunda kulganlarni tatish uchun yon tarafdan tatimiz hargiz udul tatamaymiz tatxu shappa to'xtab telefon qarab tikilib turib oldim mas so'zganda mo shunda kulib o'ynatdi shunda telefonimni ko'rib shappa to'xtab jimli bo'ldim bola Ada Oy. Hoşuk yatadım ne kadar bakanı. Oya. Oy. Nefes almaya kaldı mı? Oy. Vais makanya? Vais. Udah.
qilib bu balamning suv amroqligi obay suvdan chiqqanda yig'lab ketganda yana o'ynayman deb asharini tozamay qolmay nim biladi bu kichik bola suvni o'ynashni mana uyga paloq puluq ekeldim mana uxlayman deganda o'lölöp qilib bu malam mening allay naqshan olmoq chiqyamaydi karatbek chiqqanda so'rabsizlar buni bir shit degandan olgan jumu qizlar shunday injesi yo'q shunisilar deb biramay qoldim mana mushlar langshidi uxlab qoldi aniga qopdi mana qopabdi yig'ildi nimaga shu qo'sqa chiqdi bulmaqini yeb mana yana o'ynab turdi andiki tamoq etay deb tamoq etib faqat yig'lab to'xtamadi shuni bilan oshxo'yini oldi qo'yib pustatqo'ning ovozini vahshiy ching ichib chunki mani issi balig'i bizim qilqanmisin deb buni oshxo'yini oldiga qo'ydim emasmi shunlar pustatqo'ning ovozi degan vahshiy yuqori qilib turib balamni mushtaq qilib turib miymallar tamoq etib oldim ish qibrimdan qilib etdim bu tamoqni mana bu ihvan balam keldi vi buni tatqiqi bu balam 8 oylik bo'ldi vi lekin bu uyda gapimizni gap qilgan bo'lsa ma ikkisi birisi yig'ilsa tangli oz yig'laydi hech qachon buning bolasimi faqat yig'ilmaydi yig'isi yo'q ma bizning yig'isi yo'q adam bir-birisining qiz nima bo'ldiki uxmaydi yo biroq to'ralmish bir-birini birim qilib qo'yganmi bu ikkisi ish qilib bir-birisiga qarab yig'laydi mana miyada tiqballarimiz yig'lamadi ham yadam o'zimizni parani qilib tamoq yeydigan tayyorlik qilib tamoqlar ustida ketmay qaranglar sap qanotli jo'maji qildim bekpayz bo'lgan qizlar pulu etdim mashtala cho'p qildim tamoq bekpayz bo'ldi ish qilib bekpayz bo'ldi shuncha japotat etgan shu tamoq o'xshabdi alqim chiqdi ya mana ikkisini ap o'tinglar amtab chiqqanlar adash bo'lsizlar cho'ng bo'lsanlar izishib o'tsizlar adamsizlar shunlar bir-biringlar yaxshi o'tinglar jumo deb bir-birisiga qasam bergizib miyada bu ikkisi qattiq qasamdan to'g'ri kamidi ha qattiqlam qasam dishim jamuqqa bo'lganlarga bular tushmaydi ekan ha bu ikkisi vahshiy bir petishmi ish qilib men bo'ldi ekan tang bilmadik ya bu ikkisi oldiga turalmishlarda bir ishlar bo'lganmi yo bu ikkisini o'tirliqqa ish qilib bilamayli qoldik bu ikkisining yig'isi yoz ko'rsizlar Faris ay yig'ildi yana yig'ildi Жила рейква? Жилита, пижилита. Жилита и това. Все жила. Mana bular yig'isi to'xtamadi ya. Voy yig'izlar uyning ichi o'ttag'andek bo'lmadik. Axir kötü balasını ketdi biz qilib qoldik ularni ketdi ma yig'lamay jimli o'tadi ular nemish qanday yig'laysa deb men biz buni tarbiya qilib unda yig'lasan qanday bo'ldi sen so'rindachilik yo'q deb qolmamdi deb buni degan men bir tarbiya qilsa qilib kiramdi u jimmi o'ynab yotdi jimmi to'g'ri nemish qanday yig'lay kichik bolani ko'rsa ikkisi to'xtamadi jimmi yig'lab oxir ketdi bicharalar shundan bilan men yo'l tushim balamni tunji yetgan deb bir so'g'atlarni nim olgandi deb chiday bo'lib qarab ketsak balık pulculuğun hesapta pek umakçımı bu işi pek ekmetinesinden aldıcımı bu. Hem de bu yol düşümdeydi şu yuvaraqını aldım çünkü bu sel daha şey mağaq bırak açayım ikiyim şunu lıqqıdı jığıp deydi haqqini baldıracağım saklı buladı doğmuş ne. Jığıp bakadı qine jığılamdı. Şunlarma balam iştahını çiçip koyuptu. Bana ben bunu az iştahını çizsem turbunu aldığına ekileme kızlık son düşürmezmiş. Tabii Жуп deydiğim buldum. Düşünecek adayım. Bu balam bir könüp gitti zaten. Turumdan aldığıyla ekip bir şey doğanlar. Şunu ola etsiyim. Erpa bir köy bay körüp gileri diyen tüy edemi çakatımı. İşkımış edem ilim bulup kaptık ama. Müşte ciddi bir yere bağın. Hadi kila balam karab duruyor desem şu zaman. Önüp kep bulacağım. Bütün işini taşlap. Ma balamını bir kılıp. Bu kıştan bütün ipin ep bulacağım. Boşun hatırlayacağım taşlap koyman. Şu yan bir yan binası ettik. Şunda peyistike kurumuzu yan birine ep koyalım. Şu miyay keygen tutup. Bu biz alımız diyen binada pütmepti. Ma başkalarının binası çıkıp ögüsü var yolayla dep jo. Şunu başka binanı körüp baktık pek peyisken bir yan Şununla biz aldığın binada pütme geçke hazırca dinceyle verip koymuşken bu da 9. ayda oş kuşunu yedik ya. Bomboğun edip şuna bir yerden kayıtıp hem de mevcudeyle karsam ögü cingül aptık et toktap durum ben malay için de olsa dep bunu doğrap ben cingül aldım cingül bakanmayım ya. Bakanmaydı aldım qilib aldım ama mevcuden sübücü bek ipi var ki onda gül bakılğanğa. Şun gülünü yerden lıqıp koyup durup ana eken köjüp berken onu meye ekip Savmiyalaydı dep savmiyalık lekin bu savmiy pek qimmatga bozildi ipigin olayışka bizning bir süvet savmiyerimiz qızlar 180 koyluq kepti ha. Onu bazadılar bir yüzüne çıkıyor hele bir yaxshi. Şunu ola men uyumga mujzad mushtaq bir pek güldik demdik nim güldeymiz mani mushtaq gülninki jarni ipli qo'ygan batdi qarsam a mevjudlan uyda behchiraq turibdi ekan bu jini. İçimga o't tushib shuni men yetliq deb iplab etdim. Uyga kirib qo'ysam demisimi jing degan jinliq bo'ldi ekan. Ajoyib pestudi jumo vehshi pestudi. Mana qaranglar bek pestudi. Buni texe kechda chiroqlarni yondirib qo'yib tasam texim pest chiqibdi bu.
Ay, ma gündüzünde tatib qo'ygandim, sizlarga chiqarib yetishga oldirib ketdim. Bək çıraq durdu ki, cümle uyonlar zat cingil qoysan olur ki, ma olan saplaş durdu ki, oksigen bul kenala. Ani ki, bir ağın gülünü miye qoyuğantım, ma kadın qılan bək bu bək bəysi tot iyi. Ma, mən qızla bir hafta oruqlayman, yani bu da hepsi keygen, yani birini yavalıman, üyeg bir, faqat bir oruqlap bulanmağan. Ahır ma dakika qılan birim aldım, ma haqiqatan ünüm badəskə, ma et saçlan yazgıca çide yok gitmez hadi. Et qanç kilo düşəyəm, aşlan yüzvəsən bulat deyib, başda bu gitsəyken, ondan nəsə çaplaq qoysan alıp gecim, oruqlatqan qızlar. Haqiqatan ünüm bul gecim, uçtan əslən olma. Mən yibəytən dakika qılman, tijonğurum ne? Balam aldın mı? Mani mən azı tamı çaplaq köndə, eğirliqim isitmağım, 100 güllam zuvanını jığıb, qılam qanas yemsəm, mən bu yorumğa yetərim ekan. Uyum değil mi? Yesli xandayla qıldım cüm, çaplaq əmdi his qoyatım, yesli qalıbdı zadi. Lekin çox qızlamış, zuvanımız jığsaq oruqlap gitimiz əməliyyətdə. Əcəb jığ bulamayımız ki, zuvan jığalaydiq adam ayrım bir adamlarga o. Jığanmaydiqanlar ayrım bulumuz ki, zadi. Lekin qattiq bir niyet geldim, bu yaşlıq baharım bunda simiz halat ötüp kesib bulmaydı dep hazır men qattiq bir niyet kiyip ketdim. Mən 100 gün Dakar qıp baxım. 100 gün iş qıpmış Dakarımda çoğun bulmasam, ispebet gütmebet. Onda osma vlog tüpkili qoptu qızlar. Ma deyəsən qoyun çıxaraq qılınlar. Əmdə tatmış vlogu tatım edib verib berim qızlarga. Mən şu qiqas vlogan əmdə qiqas atmırım sizlərə. Şunu çıxacaq deyəsən qoyun qılınlar. Bye bye.